Xitoyda qaynonamni qariyalar uyiga topshirmoqchi. Qaynonam insult bo'lgan. Bir tomoni yaxshi ishlamaydi, gapira olmaydi. Qaynapam bir necha marta qariyalar uyiga topshiramiz. U yerda bizdan ham yaxshi qarashadi. U yerda doimiy parvarish bor, hamshiralar bor deb aytgan. Balki bu ham to'g'ridir. Lekin erim bunga boshidan qarshi bo'lgan. U juda mehribon. Erimning fikri esa onam gapira olmaydi. U yerda o'z xohlaganini tushuntira olmaydi, qiynaladi, dedi. Erimning yana bir qo'rquvi qaynonam tagliklarda yuradi. Qariyalar uyida hech kim onamning tagligini bizdek kuniga 3-4 marta almashtirmaydi, deb opasi bilan aytishib ham qoladi. Qaynapamning uyida xizmatchilari bor. Lekin shunga qaramay, biz qaynonamni o'zimiz bilan o'z uyimizga olib kelishni afzal ko'rdik. Men ham qariyalar uyiga topshirishga qarshiman. Chunki qari bo'lsa ham u ona. Qari bor uyda pari bor, deyishadi-ku. Biz qaynonamni uyimizga olib keldik. Balki bu eng oson yo'l emasdir, lekin bu eng insoniy yo'l. Siz nima deb o'ylaysiz? Bunday holatda qaysi qaror to'g'ri bo'lardi?